So, Nodira, assalomu alaykum. Qalaysiz? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Okay, xo'p. Nodira, qaysi kursda o'qidingiz? Booster 5da 3 oy kanikulda o'qiganman. Booster 5. Okay, xo'p. Ha. Kirayotgan paytingizda qanaqa edi reading, listening, writing, speakinglaringiz? Unaqa yaxshi ma'lumotim bo'lmagan birinchi. Darsga kirayotgan vaqtlarim 5,5 atrofida bo'lgan. Aha, Boshlanishida. imtihonda necha chiqdi demak? Demak, sizda hozir ikkinchi marta topshirganingizda listening 8, reading 8, writing 7,5, speaking 7. Bu degani 8 ga yarim yetmay qoldi degani, to'g'rimi? Okay, zo'r. Xo'p, Nodira, kurs haqida o'zi fikringiz qanaqa? O'qisa bo'lar ekanmi? Onlayn ham normal ekanmi yo'qmi? Nima kamchiliklar bo'ldi? Xo'p, birinchi men kursga kirayotgan vaqtim ozroq shubha bo'lgan, chunki men ozroq lazyroq person bo'lganim sababli qanaqa o'qimasam kerak deb o'ylaganman boshida. Lekin har xil metodlarni ko'rib, siz darslaringizni ko'rgandan keyin majbur bo'lganman dars o'qishga. Majbur bo'lib o'qiganmisiz yoki xohlabmi? Majbur xohlab, lekin qanaqa mentorlar uchun mentorlar, ya'ni qattiqroq ushlashgan. Ya'ni har doim dars turishimiz kerak, qattiq tekshirishgan. Xo'p, kursda qanaqa kamchilik bo'lgan? Bemalol ochiq aytavering. Kursda kamchilik ko'rmaganman, chunki bizga har kuni 4 mahal dars bo'lar edi. Ertalab, obeddan keyin, kechqurun. Men kamchilik ko'rmaganman, menga rosa yoqqan kurs. Okay. Xo'p, Nodira, kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang.